nəzəriyyə ilminin hazırlıq zaman tədqiqat nəticələri haqqında söz qılıb veriş üçün Maynur Muhammed əmcinin səhnini təklif qılmış. Assalamu alaykum, əmdir, xoş gəlişlər. Mənim bugün köpçülükə anlatmaqçı olan temam Uyğur Tıbabətçilik Doğurgənlik Nəzəriyyə ilminin hazırlıq zaman tədqiqat nəticələri. Yaxın zamanlardan biri həm də ilim fənnin tez sürətlə tərəqqi qilishi bilan, həm də yuqori səviyyəyə yetishi bilan şu insan gen grubu planı, aksıl grubu planı, funksiyalik gen grubu planı deyilən şu projelerinin həmmisi əməliləşib, onun üstüge moleküler biyoloji texnikasının keng ko'lamda qo'llanishi bilan meditsina sohasida nihoyat zo'r natijalar qo'lga keldi. Shundaqla bizning Uyg'ur tibbiyotidami shuning masalda bir qism natijalar qo'lga keldi. Burungi vaqtga o'xshash faqat kasalga foyda qilganligini ko'rib turib, bu foyda qildi deb kasalning ahvoliga qarab turib yakun chiqarishdan ilmiy holda tajriba holida turib tekshirib ilmiyligi isbotlangan nurg'un natijalar qo'lga keldi. Mening bugun anlatmoqchi bo'lgan bu natijalar amaliyotda professor doktor Xalmurat G'upur va uningki shu birga ishlagan xizmatchilarga mansub bo'lgan bir tadqiqot temasi 10 yillardan beri shu doktorimiz Meditsina Universitetininki Uyg'ur tibbiyot bo'limida mush tadqiqotlarni olib berib erishgan natijalar. Men shuni ko'pchilikka anglitishni maqsad qildim. Hammamizga ma'lum Uyg'ur tibbiyoti uzun tarixga ega, mukammal bir nazariya asosiga ega bo'lgan bir tibbiyot. Uning ustiga kasallikni qarashda bir butunlikni asos qilib, badanning bir butunlik ahvolini asos qilib turib, kasalliklarga diagnoz qo'ydi, davolash olib bordi. Andiken kasallanma bu xil ahvol hamda uzun zamonlik bayqash, tadqiq qilish, kuzatish, kasalning ahvoliga qarash orqali tajribalarni to'plash orqali andiken nazariya sistemasi borliqqa kelgan. Uzun tarixdan beri taki yaqin zaman g'arb tibbiyoti shakllanib qo'llanilguncha hatto uningdan keyinmi Uyg'ur tibbiyoti zamonaviy tibbiyot bilan teng qadamda birga moslashib, shu yaqin hozirgacha kişilerin sağlamlığını saqlash, kasalliklarning oldini olishda muhim rol o'ynab keldi. Bugungi kunga kelganda bu ilmning nazariya asosi hozirgi zaman tadqiqotchilarimiz tomonidan zamonaviy tibbiyot qadimiga masalda tajribaxonalarda yuqori saviyali tadqiqot usul va texnika uskullaridan foydalanib kuzatish, selishtirish, muqimlash qatorliq orqali bir qadam ilgirlagan holda ilmiylikka o'ttirib qo'yildi. Meniki bugun tafsil qilib anlatganim mushulning ichidan bir turi bo'lgan g'ayri-tabiiy savdo qildininki muzij va musulning organizmga bo'lgan ta'sir qilish mexanizmi. Ya'ni biz kasalliklarga muzij va musulimiz u badanda qanday yo'l bilan andiken kasal davolash maqsadiga yetibdi, shuni anglatmoqchi. Uyg'ur tibbiyot ilmining kasalliklarni davolashga eng muhim usuli dori bilan davolash bo'lib, qilitlarning g'ayri-tabiiy o'zgarishidan hosil bo'lgan kelib chiqqan kasalliklarni davolashda bemorga oldi bilan normal holatidan o'zgarib kasallik paydo bo'lishiga sababchi bo'lgan g'ayri-tabiiy qilitni pishirish, ya'ni badandan sirtqa chiqib ketishga loyiqlashtirish maqsadida munzish dori beriladi. Uningdan keyin shu kasallikka musil, ya'ni pishgan qilitni, g'ayri-tabiiy qilitni badandan sirtqa chiqarib o'tgan musil degan sharbat beriladi. Shu orqali andiken badanni kasallik paydo qiluvchi moddadan tozalab davolash maqsadiga yetdik. Endi bu kasallik paydo qiluvchi moddaning pishishi va badandan chiqarib tashlanishidan iborat bu jarayon intayin murakkab bir bioximiyalik jarayondan iborat bo'lib, bu hozirgi zaman saviyasida tadqiqotlar olib berilishi orqali hozirgi zaman saviyasi bo'yicha deganda birinchidan bu mexanizm shu nima organizmda oksidlanishga qarshi turish ta'siri paydo qildi ekan. Munzij va musillar. Savdo xilti normal holatda bo'lganda rangi qaramtul, qiyomi quyuqroq, ta'mi qansiq va chuchimal suyuqlik bo'lib, tabiiy quruq sovuq jigarda ishlab zapas saqlanib, talda zapas saqlanib, badanni cho'kma hosil qilish, a'zolarning shakl va sifatini saqlash xususiyati orqali safra, balg'am moddalarning ortiqcha ko'payib ketishini cheklaydi. Har xil oziq moddalarni zapas saqlaydi, mingning sizish, fikr qilish, as tutish qatorliq faoliyatlarga qatnashadi. Shunga o'xshash bir turli safra xiltining shunday ta'siri va savdo xiltininki. Hamda odatda
Əgər hər xil içki təşqi səbəblər tüpəyildən normal savda xıltının miqdarı eşib ketiş, yoki bo'lmasin başqa xıltlarning kuyishidin qo'yiqlashgan vaqtda savdo xıltı kelib chiqdi, yoki bo'lmasin savdo xıltınınki o'zininki kuyishidinmi g'ayritabiiy savdo xıltı kelib chiqdi. Yoki bo'lmasin yana bir sababi savdo xıltının o'zininki upudatlanishi, ya'ni tarkibining o'zgarishi. Sababidanmi normal savdo xıltı g'ayritabiiy savdo xıltıga aylanadi. Shunda vaqtda endi mushu jarayonning hammasi odatda mushunday holatdan keyin bu savdo xıltı cho'kmaga tushib, asalli yerlik o'rniga qon aylanishi hammasiga ta'sir ko'rsatib, aşağıda bir g'ayritabiiy ahvollarni keltirib chiqardi. Endi mushu hozirgi zamonaviy tibobatdagi mushu oksitlanish va oksidlanishga qarshi turish mexanizmiga bak o'xshab ketdi. Endi hammalarga ma'lumlik, oksigen inson hayoti uchun intayin muhim. Kam bo'lsa bo'lmaydigan modda. Lekin inson vujudidagi normal modda aylanish jarayonida yana bir qism aktiv oksigenlar paydo bo'ldi. Bu aktiv oksigen moddasi badanda har xil turdagi erkin radikallarni paydo qildi. Erkin radikallar deganimiz shu oksitlanish jarayonida paydo bo'lgan bir xil ximiyalik modda. Ular odatda intayin turaqsiz ximiyalik holati. Asallan aktiv holat bo'lib, asallan boshqa moddalar bilan birikib xohlagancha bir molekullar birikib reaksiyaga kirishdi. Shuni ular yana bir erkin radikal qo'yib o'tdi. Shu tariqada zanjirsimon holatda bir tutash erkin radikallarni paydo qilib o'tdi. Mush tariqada zanjirsimon reaksiya hosil qilib, hücredeki aksil, may, DNA qatorliqlarni oksidlar hücre tinini zaxmiga uchirdi. Buzilgan DNA asliga kelmay qolsa, lekin badanda har xil kasalliklar, ya'ni masalan rakka o'xshash kasalliklar paydo bo'lib qoladi. Agar aqsillarningki buzilishi asliga kelmay qolsa, aqsilning xarakteri o'zgarish paydo bo'ladi. Lekin uningga masalda yurak qon tomir kasalligi, nervi kasalligi, baldoq qirib ketish deganga o'xshash kasalliklar paydo bo'ladi. Endi bu normal ahvolda bunda bo'lmaydi. Nimishqa degan vaqtda, chunki badanda shu paydo bo'lgan erkin radikallarni yo'qotadigan bir sistem bor. Buni antioksidant deb qo'yamiz. Badanning o'zininki shu paydo bo'lib qolgan erkin radikallarni yo'qota oladigan bir xil mexanizmi var. Normal ahvol ostida vujudda bu xil aktiv oksigen moddalarining va erkin radikallarning paydo bo'lish saviyasi bak yuqorilab ketmasligiga sabab bu hosilotlarga qarata vujud ichida o'zligidan bir qator oksidlanishga qarshi modda olmish mahsulotlari va enzimlardan tuzilgan murakkab to'r sistemasining bo'lganligidan. Bular o'zaro moslashib, shu badandagi erkin radikallarning DNA, aksil va maylarning buzilishining oldini oldi. Aldını eliş arqılı organizmdeki normal halatını saqlaydı. Endi hozirgi zaman ilim sohasida vujuddagi erkin radikallarni paydo qiluvchi aktiv oksigen moddasini azaltoladigan va erkin radikallarning vujudga ko'rsatgan ziyonli ta'sirini yo'q qila oladigan moddalarga oksidlanishga qarshi turuvchi reaktivlar deb ism berilgan. Buni inglizcha antioksidant deydi. Türkçede shunday atayotgan. Endi mushu turdagi reaktivlar badanda o'zi hosil bo'ldi. Ko'p hollarda normal holat, lekin badan sirtidan qabul qilinadi. Endi g'ayritabiiy savdo xiltiniki munzij musuli dal mishada mushu antioksidantlik, ya'ni oksidlanishga qarshi turuvchi bular rol o'ynayotgan. Tadqiqot natijalarini isbotlashicha, ya'ni shu doktorlarimizning isbotlashicha, har xil sababdan paydo bo'lgan g'ayritabiiy savdo xilti sababidan kasallangan bemorlarni tashxis olib borgan vaqtda bemorning vujudida oksidlanishga qarshi turuvchi enzimlarning aktivligi o'xshamagan darajada tuvalligan. PMN, undan boshqa limfa radikallarining almashishi buzilgan. Maylarning oksidlanib buzilishi eshib ketgan bo'lib, bu bemorlarga g'ayritabiiy savdo xiltiniki munzij va musillarni belgilik miqdorda, belgilik vaqt ishlatgandan keyin oksidlanishga qarshi enzimlarning aktivligi yuqori ko'tarilgan. Ya'ni shu IBM deb o'tgan oksidlanishga qarshi turish rolini o'tagan munzij va musillar. Ondan başqa hozirgi PMN, LY degan radikallarning almış iqtidorimi asliga qaytgan, ya'ni normalga qaytgan. Undan başqa maylarning ziyoda oksidlanib buzilishi tuvalligan. Shunga buningdan ko'rilishga bo'ldiki, g'ayritabiiy savdo xiltining munzij va musillari organizmda oksidlanishga qarshi turuvchi reaktivlarningki oksigen moddasini tangishlash, cheklash mexanizmini moddiy asos bilan ta'minlagan. Bu birinchi
mexanizm yoki ta'siri hamda ikkinchi jihatdan yana shu g'ayritabiiy savdo xilatininki munzij va musuli buni badan sirtida tekshirish olib bergan vaqtda badan sirtida 2 minut tekshirgan vaqtda buniki oksidlanishga qarshi ta'siri borligi aniqlab chiqarilgan. Chunki bu savdo g'ayritabiiy savdo xilatining munzij va musulniki ishlatgan dorilar gavziban, badranji bo'ya, usti quddus, pirshavshan, shaftari, badiyan, chilan, sarpistan, chuchuk bo'yi, yuldizi, taranjiban qatorliq mush dorilar ishlatildi. Bu dorilarni ximiyalik moddasini tekshirgan vaqtda buning ichidagi shu flavoid, tannin, vitamin, steroid degan turdagi hamma moddalarniki oksidlanishga qarshi turish ta'siri borligi bu ham ilm sohasida isbotlangan bir ish. Uningdan boshqa bu g'ayritabiiy savdo xilatininki yana shu hujayralarning ichki qismidagi mitokondriyaning içine tüzaş xususiyati borken mitokondriya degan shu badanda adenozin trifosfat yani shu energiya hujayraninki modda alınışı lazım bo'lgan energiyani bilan ta'minlaydigan bir o'rin. Mush o'rinniki bog'lari uzilib kasallangan vaqtda buzilib ketgan butun xizmati shu munzij musulni ishlatgandan keyin shuniki asli kelganligini bildirdi. 4-dan yana undan boshqa DNAning buzilishini tuzash roliga ega ekan. Odatda shu savdodan bo'lgan kasalliklarda hujayraning ichki qismidagi DNAninki shaklida buzilish ko'rilayotgan. Buni shu munzij musul ishlatgandan keyin uningki shakliniki asli kelganligi bayqalgan. Shunga bu savdo g'ayritabiiy savdo xilatidan bo'lgan kasalliklar odatda shu 40 yoshdan oshgan odamlarda to'la ko'rilishga boshlayotgan. Mush tadqiqot natijasidan shuni isbotlabdiki, normal holatda odam kasallanmagan vaqtda savdoninki munzij musulini ma'lum vaqtda, ma'lum miqdorda ishlatib qo'ysa normal odamlar shunda rak kasalliklariga o'xshash kasalliklar bo'lib qolmasligiga oldini olib o'tgan. Hammalarni anglab berganiga rahmat. Hammamizga ma'lum Uyg'ur tibobati 4 cho'nglarda mizaj, xilit ustiga qurilgan. Qanday bo'lsa, bu haqdagi dastlabki izlanishlarni so'zlab berish uchun Shamsunur G'ofur xonimni sahnaga taklif qilamiz. Tamamladı Allah'ın salamı üzerinde olsun. Hemen o bugün sözlemek istiyorum. Aslında bir kitaptı bu. Nazariye asasları bir nazar namlı kitabının 5'in azrak yüzü beğenilen bir parçanı sizlerle ortaklaşmak için. Bizim bu Uyghur tibabetimizde aslında bu mizaj kanıtlardan asası tanınan bu başka ben bugün şu mizaj, 4 mizaj hakkında bunun içteki mezmunlar, birincisi 4 mizaj hakkında bu, yani 4 mizajın koordinatik ifadesi, yani bunu koordinatta kanal görünüş olduğu diyenini söyleyimiz. Mizajların derecesi ve her kaysi kişilerin mizaj alaylıkları, yani şu koordinatik alaylığı, yani birisi hılıklarının derecesi, ezalarının derecesi, tesirlerinin derecesi, Katarlık bu şu mezmunların onunla gelen çaplap sizler tutuşma inşallah. Bizim şu Uyghur tibabeti de Uyghur tibabeti hemen bilgindek şu uzun kadimki Uygurlarınki uzun əcillik əmgəkina meyvesi bulup bu bizgece yetip gələn bir 4 asası maddenin boğan bir ilim. Bu yana bunun da bu Uyghur tibabeti şu 4 madde asası da yetip gələn bu olsumu ot, su, toprak, havadan ibaret 4 madde ne biz Uyghur tibabetinin asası nazariyesiyle qaraymiz. Yani bu kadimki hükümalarımız mı, ülemalarımız mı yani şu 4 maddeni şu ösümlikler, hayvanlar ve insanlardaki sağlık ve hayatlık için bunu tömerçesi bağlap bizgece düşündürüp yetip kelgen bu tibabet bu. Hem de bu tibabetimiz yana yakınki devir kelgen vaktimizde bugün bir devrice bir bağlap yukarı götürüş yana terakki kılduruş ne yani bu terakkiyatının talebiga asasen bunu biz koordinasyonu arkalı ifadelep 4 mizajninki yana derecesi bulduğanlığını yana bizimki şu Uyghur tibabet doğrugerlik kamusu da
bununki dereceleri var. Mesela doğrulan ilişkin derecesi, birinci derece kuruk soğuk degende doğrulanma mizacı varken demiş ki bu insanların mizacının o hem hılıtlanma demişki derecesi bulmaydı degeninin üstüde izlenip biz bunu şu şekilde koordinat şekilde yerleştirişini doğru taptık. Şuna biz bu yerlislerge tötmende hakkındaki bunu koordinatla yerleştiriş cereyanlarını birbirler tanışıp etmek için hem de tötmende hakkında azırak düşençi bir öteyli ot degen vaktimizde Quyoş'un yeryüzündeki vekili bulup tabiat dünyasının hayatlık için en mühim bolgan mutlak yengil, sık hem kuruk bolgan kainatның en üstüde turduğun gaz cisimden ibaret dep qardık. Hem de su bolsa pardon havaga keldik. Hem de o en yukarıda turdu. İkincisi bolsa hava atmosfera katlamıga yayılgan bolup Quyoş'un Quyoş'un ötkür ısıqlık halatida bu adette ısıqlıqın epalı Quyoş'un ötkür energiyası bilen ısıqlık halatını algan bolsa, yani bu sununki üstüde toğaşqa aslı tarafından sununki soğuqluğunu epaldı. Bir de bu su adette atmosferadan yana ötüp, yani Quyoş'un enerjisi de ısıqlık halatida bu sular qarğaylanğandan keyin havaga ketilip bu biraz böllengen yani nemlengen halıda boğaşqa bu havanın terkibide hem ısık var hem nem var dep qaraymiz. Şunun bilen bunu havani böyle ısık dep qaradık. Bunu zaten eskiden şundan qarab kelgen. Endi bu su bolsa su toprağının üstündeki soğuk maddenin en Quyoş'tan en uzak bolgan toprağının üstüge yayılgan gaz suyuqluq bulup bu iki hidrogen bir oksigenden tüzülgen. Üstüden bununki hiç qandaq bir energiya eliş nemesi havadan tosып tuğaşqa Quyoş enerjisini az qabul qıldı. Şunun bilen bu sununki özünün höllik halati ve toprağının quruqluğu bilen bu sunu biz höl soğuk dep qaraymiz. Yani toprak quruq hem soğuk bir madde boğaşqa suğa yaxşı təsir, energiya təsiri yaxşı keləməydi. Çünki toprağın soğuk mizacı bunun bilen qetilib suni höl soğuk dep qaradıq. Anikin bu toprak kelgen vaqtimizda yana sunun astıda bolgan hem dünyanın tartış gücü bilen bonaydı eğir bir cisim ziç bolgan bir eğir madde bulup bu toprak adette Quyoş'un uzakta qalğaşqa hem quruq hem soğuk dep qaradık. İrtibabımız bunu şunda etiraf qılgan. Hem de tötçön madde ne koordinat ifadeleş. Hem de bunu neymiş kısa koordinat ifadelerini kep qaldı degan vaqtimizda biz bunu koordinat ifadeleş arqılı doğrularımızın dereceleri var. Mesela 4. derecede quruq ısık desek bunu papa deymiz. Bu zehirlik dara mesela 2. derecede quruq ısık desek yani qarmoş degen oxşaş. Bu doğrularının derecesi varken insanların derecesi bolsa o çağda bizninki insanların derecesi mas halda mas şekildeki derecedeki doğrular bilen davalaş imkaniyetimiz erişidikenmiz bolmasa yenik keselliklerge eğir doğrunu bir koyup cigeni zehirleydiğen eğir keselliklerge yenik doğrunu bir kılıp bu keselliklerin sozulma halatki yoki ölüm derecesiga kep qaldığanğa sebep çok qalkenmiz. Şuna biz bu yerde koordinatlı yerleştirip bunu mizacını bugün bir yerde biz sizlerle ortaklaşıyordumuz. Hem de biz koordinatını yerleştirgen vaqtimizda bu tötçön maddeni özara ve çıkıvatamdaki Quyoş'unu en üstüge koysak, bunun astığı hava, bunun astığı su, bunun astığı toprak, yani bu dünyanın ki yarılışı, bu red tertibi tizga vaqtimizda, yani Quyoş'tan toprak kadar bir sızık alımız. Bunu biz koordinatının Y oku desek, bunu yani bu Quyoş'unu, yani bu üstüde tuğan Quyoş'unu bu Y okunu onu da bağda qaradık. Şimdi olan bunu 90 gradus saat istilikisi bilen vaqtimizda bu yanpı sızıqdan birisi erişimiz. Bu bolsa bunu X oku dep qarasak, X oku bilen Y okunu biz bir koordinat dedik. X okunun o'rnidagi g'oyat zo'r Quyosh bu X okunun o'rniga kelganda bu yerda suv vardı. Şu suvni quritib, u yerni quruq deb oldik. Bu arqa tarafı yani minus bo'lgan X'ning minus X o'g'ayga, yani bu asli holati bo'yicha suv holatida qoldi. Şunu bir yani biz nem dep oldik. Asli taraf bo'lsa topraqninki mizojiga qarag'an vaqtimizda asli taraf qarag'an vaqtimizda buningda bir sovuqlik var. Şunun bilan biz bu to'rt moddani bunaqa yerlashtirgan bo'ldik. Hamda quruq yuqorisi issiq bo'ldi, aslini
Suğak oldu, yan terapi, kuruk oldu, bu minus X terapi, nem oldu, şunu olan bu koordinatın ki başlangıçını biz sızıp algan bulduk. Hem bunu biz özara təsirləşdirgen vaxtımızda neme kep çıktı desek, yani bizim Uyghur tibabetteki 4 çoğun maddeye asasen biz bunu kuruk istek, öl istek, kuruk soğuk, öl soğuk diyen bu 4 tane nesini bu koordinatını biz körüp alamayız. Hem de bu koordinatın ki vakit stop kaptı, derecesini hemen düğütey. Hem biz bu Uyghur tibabetteki doğrugellik kitaplarımızda 4 tane noktını alıp mesela 4. derecenin artık derece yok diye tibabette. Şu an biz 4 dereceni bu bizden bu bizim koordinatımızı yerleştirsek, yani biz 4 tane noktanı yerleştirgen bulunuz. Bu yerleştirgen 4 noktamızda bunu yani birden 4 kişi sanap, yani 1. derecede ısık, 1. derecede kuruk, bu sefra mecazının 1. derecesi. 2. derecede ısık, 2. derecede kuruk, bu sefra mecazının 2. derecesi. 3. derecede kuruk, 3. derecede sık da bu sefra mecazının 3. derecesi, yani 4. derecesi mu? Okşaşlar 4. dereceye ve muşunda bağa vaxtıda bir seframız hazırca miyada kısa vaxtıda 4'e bölüp kıldık. Ama bunu her birisini aşında koordinatlı neme kılıp teşekkür kıldığım bolsak her birisi her bir kılık burada 10 mizaç yani 16'ya bölüngen bolsa 4 tane mizacını 64'e bölüş mümkün. Şu an biz bir yerde kısaltıp 4'ninki gepini koyduğumuz hem de bunu bölmegen vaxtımızda bu insanlarını sen sepramayacağız, sen fazla açık yaman bir adamla sen sepra deyimiz, sen sakirde koğanımı sen sepra deyimiz. Şuna biz bunu dereceli bulup koyduk ve yadaki kuruluk arasında bu onunki derecesi var. Mesela bununki savdamayacağız birincisi sakin bir adam babam olsa savdamayacağız ikincide. Bunun da xiyalçan bir adamı göz tuttu. Üçüncüsü olsa eyneştiğin okşat akıllık yani akıl savdada sakmadı da karayımız. Şuna bu savda 3. derece olganda qattiq aql ishlab ketib, ishkin dunyo ishga chiqqan. Shundan 4-inchisi de salom derecesi bordu. Ama shunga o'xshash bu Uyg'ur tibobatidagi xilotlar mizojda yana shu balg'amga o'xshashlar avval issiqdan 4-ga qarab mamadu, yani saframga o'xshash yenikdan tortib og'ir darajaga qarab manganligini, qonning o'xshashlar güler yüz yaxshi xuluqdan tortib oxirisi shu qon tomirgacha kengayib borganligi. Buni biz shu so'zlaydiganimiz bo'ldi. Hamda buniki xilotlarning derecesi bordi, yani a'zolarning derecesi, yani mizojlarning kayfiyatlarning dereceleri bor bu yerda, soatlarning derecesi kadar bu a'zolarning derecesi bu yerda bu kadar so'zlaydi. Ko'pchilik rahmat.